Qo'rqinchli o'yinlar so'radinglar, top uchta. Juda ham qo'rqinchli telefon uchun o'yinlar. Sizdan bitta like va obuna, biz esa boshladik. 3-o'rnimizda Scary Mansion o'yini. Ushbu o'yinda siz yovuz maynakning qo'lidan uy qamoqxonasidan qochishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizni har xil qiynoqlar qiladi va ana shu qiynoqlardan qutulish uchun bu uydan vijivaniya qilib qochib ketishingiz kerak bo'ladi. O'yin offline tarzda o'ynaladi. Ikkinchi o'rinda Limbo o'yini. O'z opasini yo'qotgan bolani opasini izlab topishingiz kerak bo'ladi. O'yinning atmosferasi, grafikasi juda ham dahshat qilingan oq-qora grafikada umuman sizni zeriktirib qo'ymaydi. Birinchi o'rinda esa Play Dead Inside o'yini. Ushbu o'yin kinoshniy formatda qilingan bo'lib, bu o'yinda siz turli xil labirintlardan va har xil qamoqxonalardan qochib ketishingiz kerak bo'ladi. O'yinning grafikasi, atmosferasiga prosta gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu o'yinda 12:00 o'ynasangiz prosta mazza qilib o'ynaysiz. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosing, obuna bo'ling va albatta barcha do'stlaringizga bu videoni ulashib qo'yish esdan chiqmasin.